Qalpoq Haji komedik ko'rsatuvidagi Farmon obrazi bilan tanilgan Muxtor Halimov tuhmat orqali qamaldimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Bir dona like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Tuhmat sabab qamalib ketay deganman. Qalpoqdagi Farmon obrazi bilan tanilgan Muxtor Halimov Rossiyada muhojir bo'lgani haqida. Qalpoq Haji ko'rsatuvida Farmon obrazi bilan tanilgan Muxtor Halimov san'atga kirib kelish tarixi, mashhurlikning unga yoqmaydigan taraflari, Rossiyada muhojirlikdan o'tkazgan kunlari hamda tuhmat sabab qamalib ketishiga olgani haqida gapirdi. San'atga odamlarning olqishi yetaklab kelgan. Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidanman. Yoshligimda televizion miniatyuralar teatri bo'lardi. Ergash Karimov, Hasan Yo'ldoshev, qanchadan qancha aktyorlarimiz o'ynar edi. Har shanba odamlar shuni kutardi. Men ham qiziqib kutardim. Yoshligimda mendan kim bo'lasan deb so'rashsa, men Ergash Karimov bo'laman degan ekanman. Shu orzu meni san'atga yetaklagan. Adabiyot ustozim Sadriddin Ayniyning komediyasini sahnalashtirganda rol ijro etganman. O'sha paytda kolxoz klublari bo'lardi. Ko'rsangiz, xuddi teatrga kelgandek klub to'la odam. 5-6 sinf bolalar edik. Spektakl tugagach, odamlar o'rnidan turib qarsak chalgan. Mana shular ilhom berganmi bilmayman. San'atkor bo'lsang olqish olarkansan, aktyor bo'lsang odamlarga kulgi yo'lasharkansan degan fikrga kelib, san'at yo'lidan ketganman. Maktabni kumush medalga tamomlaganman. Shunda xohlagan texnikumingizga imtihonsiz qabul qilardi. Oliygohga kirishda esa kumush medal evaziga yarim ball qo'shib bergan deydi aktyor. Mashhurlikning aktyorga yoqmagan va yoqqan taraflari bormi? Masalan, bozorlik qilib yursam, "Ey, Farmon, bu yoqqa kel" deb qolishadi. Shunda men qo'limdagi bozorlikni qo'yib, o'sha odamning yoniga yugurib borishim kerakmi? Yoki to'y hasham xizmatlarda sensirab, "Ukam, ijoding zo'rda" deyishadi. Men 1962-yilman desam, "Ye, aka uzr" deb qolishadi. Lekin yaxshi taraflariga qarasam, qayerga bormay, qaysi davraga kirmay, Farmon aka keling deb kutib olishadi. Soliq inspeksiyasiga boramanmi, kadastrgami, shifokor qabuligami navbatsiz o'tkazib yuborishadi. Shunchalik hurmatim bor ekan deb o'zimdan faxrlanib qo'yaman. Oshxonalarda ba'zida pul olishmaydi. Bu albatta xalqimizning mehmondo'st, ochiq ko'ngilligidan deydi aktyor. Nonga pulim qolmaganda qattiq yig'laganman. Buxorodan Toshkentga ko'chib kelganimda to'y xizmatlaridan ortib kechqurun taksichilik ham qilganman. Bu yerda hovlimiz qurilishi chala, taksichi hech qachon boy bo'lmaydi. Bugun non yeyishga puli bo'ladi-yu, ammo endi pul yig'dim, biror nima sotib olaman deganda haligi mashina buzilib qolaveradi. Shunday kunlar bo'lganki, ayolim uyda non yo'q deganida mashinam ustada bo'lgan. O'sha non uchun ham pul ishlab topolmaganman. Ana o'shanda ey Alloh, sinovlarimning mukofotini ham ko'rsatgan deb rosta kamga yig'laganman. Soyib Niyozov bilan bir to'yga xizmatga borganimizda o'sha yerda yigitlar bilan gaplashib qoldik. Ular avtobus haydash uchun guvohnomam bor yo'qligini so'radi. Bor edi. Oradan vaqt o'tib qo'ng'iroq qilib Rossiyada haydovchilik uchun ish borligini aytib qoldi. Bordim. Ishim quruvchilarni ertalab ish joyiga olib borib, tushlikda ovqatlanishga olib kelishadi. $1000 oylik olardim. Undan tashqari ham ishlaganman. 1 yil ishlab Toshkentga qaytganman. U paytda ham qalpoq bo'lib turgan edi. Yigitlar meni kechirasiz deb 1 yil tanaffus qilganman, deya eslaydi aktyor muhojirlikda o'tgan kunlarini. Qalpoq jamoasiga qanday qo'shilgan? Tolib aka Hojiyev, aka Sharif televizion miniatyuralar teatriga rahbar bo'lgandi. Yoniga yoshlarni chaqirdi. Rahmonali, Orifjon, Iskandar, Ro'zimboy va yana 1-2 nafar yigitlar bor edi. Nimadir bo'ldi-yu, teatr tugatildi. Keyin Rahmonali aka bilan Orifjon bir ko'rsatuv tashkil qilmaymizmi deb Qalpoqqa asos solishdi. Ko'rsatuvning 3 yoki 4-qismida meni ham taklif qilishdi. Shu bilan 2000-yillarda Qalpoqqa kirib kelganman, deya xotirlaydi aktyor intervyuning oxirida. Shu va shunga o'xshash shou biznes xabarlari sizga qiziq bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang.